Xayli tong o'rtoqlar, o'zlar bilan charchamayapsizlarmi, yaxshi dam oldinglarmi? Har kuni saharlikdan oldin mana mega kokteyl qilib ichib olaman. Shoshilib har doim ko'rsatishga vaqtim bo'lmayapti. Masalan uchun tezda video olaman. Bu basic обязательно. Bu oshqozon ichi yo'llarini ham normalizatsiya qilib qo'yadi. Yo'q, zo'r narsa, makina bilan Xudoga shukr. Qani mana basic solaman. Обязательно kollagen, terilar umuman qurilmayapti. 3 qoshiq. 2 3 Activise обязательно, Activise. Kun davomida energiya beradi. Qoylanishni yaxshilab beradi. Bu ham 3 qoshiq. Ko'p. Tak. Celshut eng shirin kokteyllarimizdan. Mana bu immunitetni tushib ketmasligiga yordam beradi. Juda kuchli antioksidant. Terilarimiz rangini chiroyli qilib beradi, immunitetimizni zo'r ko'tarib beradi va albatta Q10. Mana juda ham zo'r mahsulot. Bu organizmni ichini yoshartiradi. Insult infarktlarini oldini oladi. 18 tomchi bundan. Вот, endi bu hammasini